Assalamu alaykum savodoshlar. Bugun o'tirgan darsimiz iris tort. Bu iris tortimiz ketirgan materiallar bilan tanishib o'taylik. Bunun ketirgan materiallar ise 4 tane tuxum, 300 gram şeker, 133 gram siyrak may, sarı mayda 133 gram siyrak may, 133 gram iris, 66 gram hasel, 380 gram un, mavi köptürgüç. Köptürgüçten 10 gram. Muş materyallar getirdi hanımlar. Aldı bilen biz bu köptürgüçümüzü unga tüküp, aralashtirib, taskab tayyor qilamiz. Mına hanımlar unni taskab tayyor qilgandan keyin biz quruq bo'lgan, may yo'qi, suv yo'qi bo'lmagan pakiz bir qachimizga, quruq qachimizga 4 tane tuxum chaqib oldik. Buni 5 minut köptürimiz. Endi biz bu şekerimizni az-azdan töküp turib, tuxum bilan birlikte köptürimiz. Mana hanımlar tuxum bilan şeker köpüp aqargan chaqda biz siyrak mayimizni, sarı mayini töktük. Töküp bunu yana aralashtiramiz. Mana bunu aralashtirib olgandan keyin endi biz bunun ustiga bunu irisimizni töktük. Endi hasilimizni tökimiz. Hasilini töktük mana. Hepsini aralashtiramiz. Mana savodoshlar, bu aralashimiz shundoq oppoq qaymoqdek holatga kelgan chog'da biz endi buningga kauchuk palaxni yordami bilan un bilan köptürgüchni aralashmasini oz-ozdan silib aralashtiramiz. Bunu aralashtirganda cho'qinmish bir xil yo'nalishda aralashtiramiz. Şimdi bir xil sovatmaymiz. Az-azdan silib turib. Bir qo'l qoshiqqa sal apsiga qo'ydim. Aralashtirib bo'lgan kaltin ko'kizay. Mana aralashtirib tayyor qildik. Endi biz bu aralashmamizni lisimizga may qog'oz silib, uni tugimiz. Mana hanımlar lisimizga silib tayyor qildik. Endi biz buni duxovkani 180 gradusda oldinla qizitib, 160 gradusda 30 minut pishirib olamiz. Mana savodoshlar, bizningki iris tortimiz pishib chiqdi. Endi biz buni oy shaklida, stakanning yordamida oy shaklida yoki yumaloq shaklda o'zimiz xohlagan bir shaklda kesib, cho'rsiga ustiga iris bilan irisni meylab, shu cho'rsini kesib chiqqan narsalarni chaplab zinatlaymiz. Mana qizlar, bunun yordamida bundoq yumaloq shakl chiqarib oldim. Ondan keyin bu stakanning yordamida bundoq oy shaklini chiqarib kesib oldim. Har kim o'zining yaxshi ko'rishiga asosan bu shakl chiqarib bezsak bo'ldi.
Mana. Yaxşı ko'rgan shakldan chiqarsak bo'ldi. Mana savodashlar biz o'zimiz xohlagan shaklda kesib oldik. Undan keyin cho'rsini eshib qolganlarni bunda ugun tolib ekib oldik. Endi ma irisni meylab turib, undan keyin shu surkab, ugunsini choplashtirib shakl beramiz. Hammasini bu shaklda bezab chiqamiz. Iris meylaymiz. Keyin ugunsini sepamiz. Choplashtiramiz bunaqa. Mana qizlar cho'ng ay shakllikni shundoq bezab tayyor qildik. Endi gul shakllikni buning orqa tarafiga iris surkab, ikkisini juplab turib, choplab, cho'rsini iris meylab, bezab shakl beramiz. Xonimlar mana orasini biz ma irisni choplab oldik. Uningdagi cho'rsiga mushtaqsi irisni meylab chiqdim. Endi biz buni shu shakl beramiz. Mana. Biz buni iris surkaymiz. Ondan keyin yemirtal gul shaklli kesib olganimizni ekilib, cho'rlarga irisni meylab chiqmasa. Irisni meylab olgan keyin ma yuziga ozroq meylab qo'yamiz. Undan keyin bunaqa shu o'ng'unlarni sepib shakl beramiz. Mana canımlar iris tortimiz tayyor oldu. Mana kichik ay shaklda chiqarib, ikkisini o'rtasiga iris surkab, juplab iris surkab, to'piga, cho'rlariga irisni surkab, shu o'zining yonlaridan chiqarayotgan uvi bilan bezgan kichik shakldagi tortimiz. Har kim o'zi xohlagan shaklda bezsak bo'ldi. Mana mau yumaloq shaklda chiqarib bezganimiz xonimlar. Buni juplab bezsak bo'ldi yoki bo'lmasa shundoq juplamaylar, yolg'iz bir qatam shundoq bezab, buning ustiga cho'rlarga irisni surkab, shundoq bezab, dasturxonlarga tizib iste'mol qilsak, shunchalik yeyishlik bo'libmi cho'nglar behm yaxshi ko'rib yeydigan, kichik bolalar yoqtiradigan bir tortlarimizning bir turi bu xonimlar. Heyetliq dasturxonlarimizni kesinlikle bo'lalaydi. Unda olsa ko'rishguncha Allohga emanet. Kerak qatimliq darsimizni ko'rishaylik.